Salom obunachilar, sizlar bilan yana Asadbekman do'stlar. Biz bugungi men bu yoshi buyuk futbolchilarning va yosh futbolchining golini takrorlaymiz. Mana birinchi videoni ko'rsangiz bo'ladi. Cristiano Ronaldoning akrobatik urgan goli. Bu yerda Cristianoning o'zi uradi. Bu yerda Salah tashlab beradi va Cristianoga birinchi urinishimizda ishonamiz. Davay akrobatik. Urgan kalla berdingmi? Bu yoqqa berdi, to'poy. Ronaldoni ham kallasi chayqalib ketyapti-da kundan kunga. Qarigani bilinyapti. Cristiano yugur. Van Nistelrooy bilan o'qiymiz. Cristiano va Van Nistelrooy Manchester Unitedda birga o'ynagan. Gapirishga til ojiz. Juda chiroyli chiqqandi, lekin faqatgina ura olmadi. Unchalik ichiga kirib ketma. Bular akrobatik tepishni bilmaydi, faqat kalla beradi. Mana shu Van Nistelrooy ham umuman akrobatik tepib ko'rmagan, men futbolda ham faqat kalla bilan gol urishni biladi. Cristiano ochil. Pas. Cristiano qattisan, darvozabon bilan gaplashib turibdi, senga akrobatika gol uraman deb. Aldagan kalla bilan uraman dedi. Seni nima qilish uchun aytganim yo'q. Ba'zi Cristianoga ishonasiz, shuning uchun sizni zeriktirib qo'ymaydi va chiroyli gol uradi va xursand qiladi. Yaxshi. Tip bor, davay. Yaxshi do'stlar. Bu golni chiroyligiga qarang, to'shni menimcha birga bir bo'lmasa-da gol urdi. Juda yaxshi o'xshagandir va bu mana ikkinchi gol Federico Valverdening super gollari takrorlaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu golni bizda Rodri takrorlaydi. Mana boshladik. Rodri. Mana shu yerda bizga pas keladi va Rodri deb yuboradi. Yaxshi do'stlar, u yoq burchak emas, bu yoq burchakka bitta urinishni o'zida Rodri seni sevaman. Totti Pakamga yoqqan bo'lsa, men xursandman. Menga ham juda yoqdi va 3-chi gol bu Roberto Carlosga yoqdi. Kim Roberto Carlosga beradi bilmayman. Mana shundan turib tashlab beradi. Va to'g'ri kelgan to'p tepadi. Voy do'stlar. Ishtanga tegdi. Yomon mos qolgandi. Bu safar Salah tashlab beradi. Voy, gol bo'ldi, lekin oyoqda emas-da, shkallada urib qo'ydi. Davay barchang yur. Ketinglar. Sraz videoni yakunlab tashlaymiz, chunki juda tez bo'lyapti. Ba'zi Rojer tura olmadi. Mana bu yerda Salah yana. Bu yerda kimga tashlab beradi? Salah. Mana bu yerga bitta odam kelish kerak. Sal bu yoqroq tur. Mana Rojer keldi, mayli uncha yaxshi o'ynay olmasa ham. Shuning uchun tez borib turamiz, ural kirguncha. Voy, men shunday chiqarib yubordim. Hozir nima 7-8-chi urinish, bu 57 deb, chunki men buni oldin ham juda ko'p o'ynaganman. Zerikib ketsam, bu FIFA Mobile'dan faqat shu yerni o'ynayman. Bu yerda Cole Palmer urdingmi? Yana ura olmayapti. Cole Palmer faqat shu yerda kelyapti. Cristianoning o'zi tashlab beradi bizga. Davay Cole Palmer. Golni Sanchez qo'lingga mana bunday qilib o'tirib yubording bo'lardi.
Senga 5 ketmadi ham, 5 ketmadi ham rozi emasman, sendan rozi emasman. Agar mana shu videoda 30 ta like, 30 ta emas, menga yoqadigan like bo'lsa va prosmotr bo'lsa, bu videoni ukam bilan nima ishlab chiqaraman. Yozib, 2 minut chidab tursangiz, men videoni o'chirib turmoqchi edim. Do'stlar, bu golni takrorlash qiyin ekan. Rodri bu yoqqa Salahga tashlab beradi, Ronaldo o'ziga keldi va nihoyat Ronaldo o'zing, voy. Bu yerda urishim mumkin edi. Lekin bu yerda pas normalni kelgan yo'q. Salah tashlasang-chi uni. Fin qilyapti. O'zini ko'rsatyapti sizlarga, obunachilaringga yoqay men deb. Davay Palmer, davay. Yaxshi do'stlar, oxirgi gol ham o'xshadi. Juda Roberto Carlosnikiga o'xshamagan bo'lsa ham, videoga like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xayr.